Assalomu alaykum azizlar. Mana biz Andijonni Jalaquduq tumanidamiz. Bu yerda O'rta Osiyoga birinchi islom dinini olib kirgan mashhur ulug' zot Qutayba ibn Muslimni ziyoratgohlari bor. Mana bu yerda mana o'sha maqbaralari joylashgan. Hozir bu yer ta'mirlanyapti. Mana to'g'rida o'sha 5000 o'ringa mo'ljallangan masjid xalq hashari yo'lida bunyod etildi. Mana hozir biz o'sha Qutayba ibn Muslimni mana qabrlariga hozir kiramiz. Mana shu yerda pastlikka tushamiz. Qarang shu amallar. Mana qarang ha. Mana Siz bilan bizni musulmon bo'lishimizga sababchi inson yotibdi bu yerda, buyuk inson. Shu davlatlarga assalomu alaykum. alaykum assalom. Shu davlatlarda mana musulmon bo'lishiga sababchi bo'lgan inson yotibdi. Buyuk sarkarda, buyuk islomni olib kelgan biz vatanlarga inson Qutayba ibn Muslim qabrlari. Shuni keng targ'ibot ishlarini olib borish kerak-da. Shuni ko'pchilik bilmaydi. Shu yerda shu maqbaralari borligini. Shu odamni tarjimai holi bilan o'rganishmagan, bilishmaydi. Inshaalloh. Sovet davrlarida bu insonni yomon insonga chiqarishga, shuning uchun buni hozir haligi ko'pchilik avlod bilmaydi. Bosqinchi sifatida gapirishga, asli bu inson islom dinini birinchi olib kelgan, o'sha o'tlarga, quyoshlarga sig'inadigan zamin bo'lgan bu yerlar, avlodlarimiz, ota-bobolarimiz. Bu insonlar kelib islomni o'rgatgan insonlar. Mana shu yerda zamin topgan, mana shu yerda omonatini topshirgan inson. Qur'on o'qib qo'yilsin. Toyirga o'zingiz chiroyli tushiravering. A'udhu billahi minash shaytonir rojim.